Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Jahongir, Shotlandiyadan. O'rtoqlar, bugun men Sunday Marketga kelganman. Arrow posyolkasida joylashgan bunaqa katta bir second hand market bor. Bugun odam juda ham ko'p kelgan, sababi bugun juda ham quyoshli, issiq bo'lganligi uchun odam nihoyatda ko'p kelgan do'stlar. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Odam nihoyatda ko'p. Bu yerda nima deydi? Turli xildagi narsalar topishingiz mumkin. Juda ham arzon narxga. Qisqasi bir kelib ko'rish kerak. Bu meni birinchi vlogim. Shotlandiyadagi Shotlandiyadagi birinchi vlogim bo'ladi. Quyosh ko'zimga tushib qoldi. Teskari olib qolgani uchun xiraroq ko'rinishi mumkin yuzim. Xo'p, do'stlar. Odamlar ko'p odam bugun qandaydir nihoyatda ko'p. Bilmaganlar uchun oldin ma'lumot bermaganman o'zi. Men bu yil Shotlandiyaning Dundee shahrida joylashgan Longforgan posyolkasidagi Carmichael fermasida ishlayapman. O'tgan birinchi marta Britaniyaga kelganimda Angliyada bo'lganman bir oy. Hereford shahrida joylashgan Rossmore Towndagi Woodfields fermasida bo'lganman. Bu yil o'tgan yil ham aslida bu yoqqa kelganmiz, Shotlandiyada bo'lganmiz. Bu yil ikkinchi yilimiz bu yerda. Hop. Ham zo'r. Active tracking. Hop, odamlar nihoyatda ko'p kelgan bugun. That's a bit of aka, qandaysiz? Bo'lmisiz? Assalomu alaykum. Vlog. Ha. Hozir olyapsanmi? Ha. Hech qilgan. Yo'q, vlog olyapman hozir. Vlog olyapsan. Ha. Qanday? Hamma taklif tavsiya qilasizmi Shotlandiyaga kelib ishlash? Kelish kerak. Kelish kerak a? Ha. Nom qanaqa senda? Kamerami? Yo'q, qanaqa? Ferma. Instagramda. Ha, Instagrammi? Instagram Jahongir UK desiz chiqadi. YouTube'da ham bor. Aka, gaplashamiz. No, because I think it's Christmas in 6 months. 6 months. Qanday? Nima gap? Bo'lyapti, yaxshi. Yaxshimi? Zo'rmi? Qalay, nimadir oldingizmi? Chiqdim-ku. Aylanishga hech narsa nima qilmadingizmi? Ko'rmadingiz? Biz do'stlar shunaqa bo'sh vaqtimizda, ya'ni yakshanba kunlari bo'sh bo'lgan paytimizda chiqib turamiz. Vaqtni o'tkazgani juda ham zo'r joy. Har xil odamlarni ko'rasiz, har xil narsalarni ko'rasiz. Bu yerda birinchi maqsad bu sotib olish emas. Birinchi maqsad bu kelib chiroyli vaqt o'tkazish shunga o'xshash nima deydi? Maroqli vaqt o'tkazish desa ham bo'ladi.
ba'zi bir so'zlarimiz g'alati eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi mani vlogim. Aybga buyurmaysizlar. Endi sekin o'rganib, videolarimizni sifatini ham yaxshilashga harakat qilamiz. Do'stlar, hozir biz Kabutda O'zbekistonda akalarni ko'rib qoldik. Uni kepkani olib qo'yaydi. Chiroyli tushaydi. Mana Ni hao. Nurmuhammad aka. Qayda ishlaysiz aka? Men shu Perth oltidagi Mens of Errol Glen Limited farmda ishlayman. Ni hao. Gap yo'q. Qalay bo'lyapti aka ishlar? Aka, ishlar zo'r, Zo'rmi? ajoyib, ha. 48 soat, 50 soat, 60 soat, 70 soat deb aldamayman. Haftasiga 48 soatdan bolalarga tiniq berib turibdi. Rostdan, zo'r qulpinaylab pishgan. Qo'tmaylar pishgan. Sezon bosyapsizlar. Sezon bosyapti. Gitarani ham Tezliklar bosyapti. Har tomonlama zo'r. Gitarani qanchaga oldingiz? Gitaranimi? Aldab-sildab 5 funt dedi, 4 funt qoldim, 10 funt berdim. 10 funtimni ko'rib, 1 funtimni olib qo'ydi. Yana qaytib 5 funt qoldim. Gap Aldadi-da men. Zo'r Men gap. qo'shiq aytib bilmayman. Men aytib beray sizlarga. Mana Mana bitta nota bilan, nerga bunday bossam, bitta so'mi, simi degan nota bor ekan. Onsago tago, gapi. tago, mere sunje unje, mere canım tutune. Kudarımı degan joyiga chiqaman. Gap yo'q do'stlar, rahmat. Nurmuhammad akaning ham Instagramlari bor. Men atmetga qilib qo'yaman. Aka obuna bo'lib qo'yasizlar akamizga. Yaltirmang deb. Gap yo'q. Aka, rahmat. Sog' bo'lasiz. Ko'rishamiz, xo'p. Gaplashamiz. Bo'pti, ishlarga omad. Good luck. Thank you man. Qisqasi biz davom etamiz. Hop. Menimcha bugungi yetarli do'stlar. Hammaga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat tilaymiz va bugungi vlogimizni yakunlaymiz o'rtoqlar. Sahifamizga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Hammaga kattakon rahmat.